Yevropada o'zi nima yesa bo'ladi? Halol ovqat topishda muammo bo'lmaydimi degan savollar uchrab turadi. Men Do'ppili bola Sam Travel komandamiz bilan birgalikda Yevropaga guruhli turlar tashkil qilamiz va yoshi kattalar bilan ko'p sayohat qilganimiz uchun ularning holatlaridan kelib chiqib sizga ovqatlanish bo'yicha o'zimni shaxsiy maslahatlarimni berib boraman. O'zi Yevropada ovqatlanishni 3 ga bo'lsak bo'ladi. Birinchisi o'zimizning milliy restoranlar. Parij shahrida, Venada, Barselonada shunaqa katta shaharlarda o'zimizning milliy restoranlarimiz bor. U yerda oshlarimiz, somsalarimiz yoki suyuq ovqatlarimizni xizmat qilishadi. Lekin muhim tomoni bu yerda juda ham kam sonli, barcha joyda ham topa olmaysiz. Shuning uchun ikkinchi turdagi restoranlarimiz o'zimizga yaqin ovqat turlari. Misol uchun turk ovqatlari. Biz odatda turk restoranlariga ko'p kiramiz. Ayniqsa menga o'zimga Iskandar kebab yoqadi. Olivko'y moyda qilganda juda ham ta'mi zo'r bo'ladi. Yokida kuchli ovqatlardan tovuqli, mol go'shti bilan, qo'y go'shti bilan o'zini donerlari, kebablarini tatib ko'rsangiz bo'ladi. Suyuq ovqatlarga o'zlarining suplari bor. Bizani chechevitsamizga o'xshab ketadi. Yokida salatlar yeb ko'rsangiz bo'ladi. Shuncha Yevropaga sayohat qilyapsiz, lekin Yevropa ovqatlarini tatib ko'rmasangiz bo'lmaydi. Biz odatda italyan restoranlarga kiramiz va u yerda go'shtsiz ovqatlar. Misol uchun margaretta yokida mozzarella degan pizzalari bor. U sirli bo'ladi, og'izda yeganda erib ketadi. Va bizada qo'ziqorinli, sabzavotli pizzalari bor. Ishoning, maza qilasiz. Va bizada ularning pastalari bor. O'zimizning makaronga o'xshaydi. Odatda sirlar bilan yokida tomatli qilib olib kelishadi. Sizga yangi tajriba bo'lishi mumkin. Yokida aytaylik Shvetsariyaning milliy fondu degan ovqati bor. Unda sizga tovachada olib keladi va tagida issiqqina gaz qo'yishadi va sir isib turadi. Va sizda imkoniyat bo'ladi non bilan yokida kartoshka bilan sirni birga yeyish va bu Shvetsariyaning atmosferasini sizga albatta beradi. Va yana bitta muhim tomoni, biz odatda Brins yoki Tun ko'li bo'yidagi restoranlarga kirib, o'tdagi yangi tutilgan baliqlarni yeymiz. Menga ishoninglar, Yevropaga borganimda Salomon degan baliq turini zakaz qilganmiz va atrofida bezakladi, sabzavotlarni chiroyli qilib bergan. Siz non yeyishga ham hojat qolmaydi va ovqatni o'zidan maza qilib olasiz. Haqiqatan Yevropada ovqatni san'at darajasida xizmat qilishlarini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Yana mendan so'rashadi, nonushtada nima yesak bo'ladi gostinitsalarda deyshadi. Odatda nonushtada shvedskiy stol bo'ladi va barcha ovqatlarni yeb ko'rsangiz bo'ladi. Misol uchun sariyog' bo'ladi, yogurtlar bo'ladi yoki ertalabki kofe bilan shirinliklarni, o'zlarini pishiriqlarini yeb ko'rsangiz bo'ladi. Men odatda qaynatilgan tuxum bilan o'zlarini pomidor, karamlarni yokida bodringlarni chiroyli to'g'rab qo'yishadi. O'shandan yeb ko'raman. Yokida shirinliklar, shunaqa ovqatlarni yeb ko'rsangiz bo'ladi. Asosiy tomonni o'tda biza go'shtli ovqatlarni yemasligimiz tavsiya qilinadi. Va Yevropada shuncha sayohat qilyapsiz, o'zingiz bilan O'zbekistondan ham narsalar olib olishingizni tavsiya qilamiz. Sababi baribir 9 kun sayohat bu yerda o'zimizning ovqatlarni sog'inib qolishingiz mumkin. Menga o'zimga shaxsan uydagilar bonkaning ichida go'shtni qaynatib berishadi va u uzoq vaqt menga xizmat qiladi va kechki paytda gostinitsada yeb turaman yokida bizning gruppadan qazilar olib olishadi, tushonkalar, tillarni olib olishadi. Bemalol kechki ovqatda gostinitsada yeb ko'rsanglar bo'ladi. Narx-navoga keladigan bo'lsak, odatda Yevropa ovqatlari 15 va 25 yevro orasida bo'ladi. Bu Parij va Vena shaharlariga to'g'ri keladi. O'rtacha misol uchun suplari 10 yevro. Agarda Iskandar kebab zakaz qiladigan bo'lsangiz, 16 yevro atrofida turadi. Va shirinliklar bilan taxminan 20 yevroga aylanadi. Va Shvetsariyada hozir narxlar boshqacha, o'ta qimmatroq yuradi. 20 yevrodan boshlanadi. Uje sizning zakazingizga qarab 25-30 mumkin, undan ham oshib ketishi mumkin. Umumiy qilib, misol uchun 9 kunlik sayohatda biz tavsiya qilamiz $300 olib olishni. Bu odatda yetadi sizga, sababi biz o'zimizning yosh kattalarni borib kelgandan shaxsiy tajribalarimizdan obedda ovqatlanishadi, lekin kechki ovqatda o'zlarining ovqatlari bo'lishi mumkin yokida Yevropada Coop degan katta supermarket yoki Carrefourga kirib har xil mevalar, yengil ovqat
deyishadi, kechki yotish paytida oson o'zlarini his qilish uchun shunga unaqa ko'p kechki ovqatda yeyishmaydi. Shunga bemalol $300 ovqatlanishga kartaga olsangiz yetib ortadi. Agarda siz gruppa bilan sayohat qiladigan bo'lsangiz, bizning gidlarimiz hammasini o'zlari tashkillashtirishadi. Aytaylik, bitta restoran tanlanib, uni lokatsiyasiga qarab, narx-navosiga qarab, eng muhim tomoni uni sifatiga qarab, yaxshi restoranlar tanlashadi. Uni menyusini Telegramda o'zbek tiliga tarjima qilib, zakaz qilishga oson qilishadi va borganingizda birgalikda gruppa bilan hamma bron qilingan bo'ladi, birgalikda ovqatlaniladi va muhim tomoni biz Shvetsariyada Lauterbrunnen qishlog'ida piknik tashkil qilganmiz. O'zimizda halol go'shtlarni sotib olamiz, mevalar qilamiz, pikniklarni tashkil qilib, birgalikda gruppa bilan Shvetsariya vaybida, daryolarning oldida birgalikda o'zimizning qo'llarimiz bilan sizlarga piknik qilib beramiz. Agarda sizga videomiz yoqqan bo'lsa va Yevropaga kelajakda sayohat qilmoqchi bo'lsangiz, videomizga like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Nasib bo'lsa Yevropaga birgalikda sayohat qilamiz.